Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va bu orqali ishlab chiqarish, aholi bandligi, infratuzilma va boshqa ko'plab yo'nalishlarda samaradorlikka erishish davlatimiz siyosatining ustuvor vazifalaridan. Birgina mebel va yog'och sozlik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 2025-2028 yillarda 30% ga oshirish, eksport hajmini 100 million dollarga yetkazish, umumiy qiymati 200 million dollar miqdoridagi investitsiya loyihalarini amalga oshirish hamda 50 ming nafar aholini daromadli mehnat bilan ta'minlanadi. Ayni vazifalar joriy yilning 26-mayida davlatimiz rahbari raisligida mahalliy sanoatni rivojlantirishga qaratilgan ustuvor vazifalar yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishi hamda sohaga oid qabul qilingan yangi hujjatda nazarda tutilgan. Mebelsozlikka oid belgilangan shu va boshqa yangiliklar hozirgi sharhimizda. Mamlakat iqtisodiyotining tirgak yo'nalishlaridan biri ishlab chiqarish sanoati hisoblanadi. Mahalliy sanoatdagi salohiyatli yo'nalishlar orasida esa mebelsozlikning ulushi yuqori. Bugun ayni yo'nalishga katta e'tibor qaratilyapti va bu borada yuqori ko'rsatkichlarga erishish uchun potensial ham yetarli. Hozirda ayni yo'nalishda 7500 ta korxona ishlab turibdi. O'tgan yilning o'zida 920 ta yangi quvvat ishga tushirilgan edi. Sohada 6 trillion 700 milliard so'mlik mahsulot tayyorlanib, 20 million dollarlik mebel eksport qilingan. Joriy yilning 26-mayida davlatimiz rahbari raisligida mahalliy sanoatni rivojlantirishga qaratilgan ustuvor vazifalar yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida bu boradagi ko'rsatkich va salohiyatni yanada oshirish borasida aniq vazifalar belgilandi. Xususan 5 tagacha ish o'rni yaratganlarga yakka tadbirkor sifatida mebel ishlab chiqarishga ruxsat beriladi. Ushbu faoliyatni boshlash, kengaytirish istagida yurgan yosh tadbirkorlarga 5 milliard so'mgacha kam foizli kreditlar ajratiladi. O'rtachi tumanida mebelsozlik jadal sur'atlar bilan rivojlanib boryapti. Bu video selektorda ham ta'kidlanib o'tildi. Boshqa tumanlar bilan birgalikda O'rtachi tumani ham alohida e'tirof etildi. O'zimiz ham dastavval uyda boshlaganmiz. O'sha paytdagi eskigina stanok, eskigina uskunalar ishda boshlaganmiz. Bu payt o'z-o'zidan qiyinchilik tug'diradi. Keyinchalik mana rivojlanib borib mebelchilikni sanoat darajasigacha olib chiqdik. Video selektorda xonqa tajribasi tilga olindi. Bu yerda xonqa tajribasida ham birinchi oilada, uyda mebelsozlikni boshlab turib, keyinchalik sanoat darajasiga chiqqandi va hozirda rivojlanib borayotganligi e'tirof etildi. Biz ham mana xuddi shuni ro'yobga chiqarib, O'rtachi tumanida ham alohida bir mebel markazi tashkil qilmoqchimiz. Bu mikro markazimizda mebel yasash, ilinjida mebel yasash xohishida kelganlar bo'lsa, dastavval masalan o'zini mebel uskunasi bo'lmasligi mumkin. Shunda alohida tadbirkorlar mebel qirqib berish xizmatini yo'lga qo'yishadi. Unda xohlagan tadbirkor kelib, o'ziga kerakli o'lchamda mebellari qirqtirib, keyin o'shani foydalangan holda mebel yasashga kirishish mumkin. Dastavval ish boshlagan paytda hammada o'ziga yarasha qiyinchilik bo'ladi. Endi ish boshlagan mebelchilar uchun juda ham qulay sharoit yaratilgan deb o'ylayman. Har bir tadbirkorim bo'lmaganda 10 tadan odam ishga jalb qiladi. Bu degani bu 300 ta, 350 ta odam tez kunlarda ishli bo'ladi. Va markazlashgan holda bu yerda masalan maishiy chiqimlar olib ketish xizmati deylik, qo'riqlash xizmati deylik, yong'in xavfsizligi xizmati, oziq-ovqat do'konlari, shular mebelchilar ixtiyoriga beriladi. Yig'ilishda ishlab chiqarish hajmini oshirish, balki eksport imkoniyatlarini kengaytirishga ham alohida e'tibor qaratildi. Bunda eksport faoliyatini rag'batlantirish maqsadida mebelchilarga xalqaro sertifikat olish xarajatining hamda xorijdan jalb qilingan mutaxassislar ish haqining yarmi qoplab beriladi. Xalqaro ko'rgazmalarda ijara puli kompensatsiya qilinadigan maydon hozirgidan 2 barobar kengaytiriladi. Avvallari chetdan xomashyo olib kelish tadbirkorlarga qiyinchilik tug'dirardi. Transport, logistika, oshiqcha xarajatlar. Hozirda bular bo'yicha mana yangi qaror belgilandi. Tadbirkorlarga shu bo'yicha yordam berish, chetdan yangi mutaxassislar olib kelib, texnologlar olib kelib, mebel sohasida ularni tayyorlash va sohadagi tadbirkorlarga yangi xalqaro sertifikatlar olishga yordam berish bo'yicha qator qarorlar tasdiqlandi. Va yana bitta yangilik, bu xalqaro stendlarga mebel mahsulotlarini olib chiqishda o'z stendlarimizni yaratishdagi xarajatlarning yarmi, ya'ni 50% Savdo sanoat palatasi tomonidan qoplab beriladigan bo'ldi. Bu albatta to'g'ridan to'g'ri xalqimiz uchun juda manfaatli qaror bo'ldi. Sababi bu narsa albatta mebel mahsulotlarining narxini arzonlashishiga olib keladi.
Shuningdek, mebelchilikka ixtisoslashgan Sharof Rashidov Yangi Namangan, Pastarg'om, O'rtachirchiq, Quva, Buvayda, Yunusobod va Uchtepa tumanlarida xonqa tajribasi asosida mebelchilik markazlarini tashkil etish vazifasi belgilandi. Davlat rahbari boshchiligida o'tkazilgan selektorda mebelchilar uchun alohida yo'nalish ajratilgani va bu sohaga alohida e'tibor qaratilgani, bu narsadan faxrlanishimiz kerakki, bu soha ham chetda qolib ketmadi. Bu sohaga ham aynan e'tibor qaratildi. Imkoniyatdan foydalanib biz kelgusida ko'p o'rinlarni yaratib, ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimizni ichki bozorga, balkim tashqi bozorga ham eksport qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Turkiyaga, Xitoy davlatlariga borganimizda ko'rardik alohida mebel sanoat bazalarini va o'sha yerda ham sotuv bo'lardi, ham ishlab chiqardi. Xohlardikki O'zbekistonda ham shunaqa bo'lishini. Davlat rahbarimiz shu narsani yo'lga qo'yib berdi. Oltinko'l, Xonqa tumanlarida mebel klasterlari ochildi. Mana shu tajriba asosida Toshkent shahrining Uchtepa va Yunusobod tumanlarida mebel sanoat bazalari qurilishiga ruxsat berildi. Mo'ljal qilib turma 3,5 ming 4 ming kvadrat joy olib, 100 ta 150 tagacha ish o'rini yaratishga rejamizga kiritib qo'ydik shu narsani. Hozirgi ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimiz misol uchun Turkiya bilan teng, tan narxi jihatdan 3-4 barobar arzon. Buni kelajakda qo'shni davlatlarga ham eksport qilish mo'ljalimiz bor. Sohada qilinayotgan ishlar va belgilangan vazifalarning o'z vaqtida amalga oshirilishi, shuningdek faoliyat qonunchiligini tartibga solish maqsadida qabul qilingan Prezidentimizning mebel va yog'ochsozlik sanoatining rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori bilan ham bir qator yangilik va yengilliklar belgilandi. Ishlab chiqaruvchilar uchun eng yaxshi imtiyoz soliq va bojxona bojidagi qulayliklar hisoblanadi. Mazkur qarorda bu borada ham yengilliklar belgilanib, 2029-yil 1-yanvargacha mebel ishlab chiqarishda foydalaniladigan 14 turdagi xom furnitura, aksessuar uchun 3 yil muddatga import boji 1% etib belgilandi. Oxirgi 7 yilda mebel sanoatida juda katta o'sish kuzatildi. Ishlab chiqarish salohiyatimiz 300 baravarga oshdi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Yaqin qo'shnilarimiz bo'lgan Qirg'iziston, Tojikiston davlatlariga bugungi kunda o'zimizning mahsulotlarimizni yetkazib bermoqdamiz. Bu o'z o'rnida mana shu mamlakatimizga, umuman viloyatimizga valyuta oqimini olib kelishiga o'zini katta hissasini qo'shib boryapti. Shu bilan bir qatorda mahalliy aholini, mahalliy yoshlarni ish bilan bandligini ta'minlash, ya'ni ish o'rinlarini yaratishda prezidentimiz tashabbuslari bilan tashkil etilgan kichik sanoat zonalarida yana yangi ish o'rinlarini yaratishga muvaffaq bo'ldik. Bu yerda mana shu mahalliy ishlab chiqaruvchilarga, shu bilan bir qatorda mebelchi ustalarga xizmat ko'rsatish, qolaversa mebel mahsulotlarini, mebel aksessuarlarini yetkazib berishni yo'lga qo'yganmiz. Mebel sanoatida prezidentimiz tashabbuslari bilan bizga berilgan imtiyozlardan biri mebel furniturasini bizga importda 30% dan 1% darajaga tushirib berilishi biz uchun juda katta yangilik bo'ldi, juda katta xursandchilik bo'ldi. Ko'proq mahsulot ishlab chiqarish, sifatli mahsulot ishlab chiqarish, jahon bozorida o'z o'rnini egallashga bu o'zini samarasini va hissasini qo'shadi degan umiddamiz. Buning uchun muhtaram prezidentimizga o'zimiz minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Shuningdek, sohadagi kichik biznes vakillarining chet eldan materiallar olib kelishida markazlashgan tizim tashkil etiladi. Bunda monopoliyaga yo'l qo'yilmaydi. Aksincha, bozorda tanlov imkoniyati oshadi. Tadbirkorlar narxi va ehtiyojiga qarab ushbu arzonlashtirilgan yog'ochdan yoki boshqa ta'minotchidan sotib olishi yoki bo'lmasam chet eldan o'zi keltirishi mumkin bo'ladi. Jami loyihamiz 16 gektar maydonda joylashgan, 18 ming kvadrat metr oldida showroomlar uchun savdo faoliyatini amalga oshiradi. Undan keyin 81 ming metr maydonda ishlab chiqarish binolari joylashgan. Ishlab chiqarish dastlabkisida og'ir stanoklar ishlagani uchun 1 etajli, qolganlari 2 etajli. Loyihamiz yakunida 1,5 mingta ish o'rni yaratiladi. 237 ta tadbirkorlik subyektlari o'sha yerda joylashishi ko'zda tutilgan. Bu yerda mebelchilik kompleksi tashkil etishdan maqsadimiz xonadonda mebelchilik faoliyati bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlarimizni yaxlit bitta maydonda savdosini ham tashkil qilgan holatda, ishlab chiqarishini ham tashkil qilgan holatda, bu yerda omborlarda sklad, primoy mahsulotlarimiz to'g'ri keladi, birinchi qo'ldan mahsulotlarni oladi. Bu bizga tannarxni arzonlashtirishga, ishlab chiqarishni rivojlantirishga yordam beradi. Savdolarimiz oshgan, prezidentimizga rahmat, mana shunaqa imkoniyatlar berganiga. Oldin ishimiz soni bir 20-30 nafar edi, hozir 100 ga yaqinlashib qolgan. Yana kengaytirish maqsadlarimiz bor. Oldin Turkiyadan, Xitoydan kelayotgan mebellarni ko'rib havas qilardik o'zimiz ham. Hozirda o'zimizning ustalar shu mebellarni hozirda ishlab chiqarishyapti. Prezidentimiz kelib topshiriqlar bergan, eksportni yo'lga qo'yinglar degan. Eksportlar yo'lga qo'yilsa, yana ham raqobatbardosh bo'lib, yana ham sifatlar oshib kuchayadi degan umiddamiz mebel sohasi. Oldin bizda ham unaqa dasturxonlar kam edi. Hozirda Germaniyadan uskunalar kelgan, kesib, kromka qilib teshib berish, hatto ruchkalarni o'rnini ham teshib, shunaqa ancha imkoniyatlar qulaylashdi. Chet elda ko'rgan mebellarimizni hozirgi kunda o'zimizda chiqyapti.
Nafaqat mebelchilar, balki butun tadbirkorlar uchun bunday qulayliklarning yaratilishi avvalo soha rivojlanishi, iqtisodiy samaradorlikning ortishi, pirovardida odamlarning turmush sharoiti yaxshilanishiga asos bo'ladi.